Hurmatli kuzatuvchilar, biz uchun, amakim uchun doim duoda turgan kuzatuvchilarimiz, mana amakim sog' omonli ikkinchi etap lecheniyani boshladik. Tez kunlarda yarani ochib, bitayotgan joylarni, terini, boshni ko'rsatamiz. Lekin hozir biz davolanish kursimizni ikkinchi bosqichidamiz. Bugun 3-kunlar amakimni 12 kun pereriv qilib keldilar. Ikkinchi etapda endi yana ham chuqurroq tozalovga qo'ydik. Hozir jigar tozalovi ketyapti. O'tqob yuvish, jigar tozalash, ichaklarni tozalash bu etaplardan o'tib bo'lib, ana endi chuqur tozalov, bu til tagidan qon chiqarib tozalab tashlash. Obki yaqinroq. Mana jigari ichidan chiqayotgan bu tiqilma hammasi. Birinchi bosqichda axlatlarni tozalab oldik, tanadan qurtlarni tozalab tushirib oldik. Ana endi qonni suyultirishga, immunitetni ko'tarishga, jigarga quvvat berish